Neymarni muxlisi bo'lsangiz, videoda oxirigacha ko'rib turing. Sizlar ham bu narsani xohlasanglar kerak. Jahon chempionatida Braziliya terma jamoasi 1-1 hisobida durang o'ynab qo'ydi. Neymar maydonga tushmadi. Neymarni va futbolni sevadigan muxlislar bu gapimga aniq like bosishadi, chunki bu gap haqiqiy futbol muxlisi bo'lsa, bu narsani to'g'ri qabul qiladi. Hech bo'lmaganda Neymar Junior travmadan qaytib mundialdagi bitta o'yinda o'zini haqiqiy prime o'yinini ko'rsatishini men juda xohlardim. Chunki Neymar jahon chempioni bo'lmadi, oltin to'p olmadi. Neymarda jiddiy sovrinlar, unvonlar unchalik darajada yo'q. Shuning uchun hech bo'lmaganda muxlislar uchun bitta o'yinda jahon chempionatining bittagina o'yinida, hattoki 45 minut bo'lsa ham o'zini prime davridagidek o'yinni ko'rsatsa, men futbolda ko'rmagan narsam qolmardi. Chunki Neymarni men ashaddiy muxlislardan biriman. Shuning uchun Neymarni hech bo'lmaganda o'sha bitta o'yinini iltimos qilaman. Neymar hech bo'lmasa bitta o'yinini o'zingni haqiqiy prime davringdagida o'ynab ber va biz maza qilaylik. To'g'rimi?